Do'stlar, tasavvur ham qila olmaysizlar. Ikkinchi hafta bonusimga Beverly Believer'dan o'zimga uy sovg'a qildim. Hozir shuni obzorini qilamiz. Ketdik. Men Dildor Kamilova, o'zim Qirg'izistondan, O'sh shahridan Aravon degan rayondan bo'laman. Tarmoqli sohaga kirib kelishdan oldin mutaxassisligim ingliz tilidan o'qituvchi bo'lganman. Pul topaman deb, tirikchilik qilaman deb, ota-onamning orzusini amalga oshiraman deb Sankt-Peterburg shahrida ham ishladim. Ya'ni musofirchilik nimaligini ham sezdim, bildim. Qiyinchiliklar hammasi bo'lgan. Nima harakatga keltirardi meni? Faqat shu uy olishim kerak, mashina qilishim kerak, ota-onamga bir narsa ulgib olishim kerak, sovg'a-salomlar ulgib olishim kerak degan ichimda alamim bor edi. Tarmoqli sohada aynan shu Beverly Believer'ga ustozim Sadoqat Hakimova taklif qilganda o'tirib bir narsani va'da bergan. Agar ishlasang, ya'ni shogird bo'la olasang, men zo'r ustoz bo'laman. Senga bitta mashina, bitta uy deb va'da qilgan. Ya'ni bir yilda bitta mashina qilasan, ikkinchi yil uy qilasan degan. Hayron bo'lib, "Это невозможно u narsa" deb, rostdan bo'ladimi, bo'lmaydimi deb to'g'risi ikkilanib shunaqa holat bo'ldi, lekin ustozimga shunday ishondim. Boshladik. 8 oyda bitta mashina bo'ldi. Dadamga mer sovg'a qildim. Alhamdulillah. O'zim bilan faxrlanaman shu ishimdan, to'g'risi, chunki kichkinaligimdan katta bo'lsang menga mashina sovg'a qilasan qizim deb shunaqa der edi. Bu orzuni amalga oshirganimga Allohga behisob shukr va orqasidan o'zimga shunaqa shinam, shunaqa chiroyli zo'r uyni qo'lga kiritdim. Lekin buni orqasida hammasi ustozimning mehnati, kompaniyamizning yordami, o'zimning mehnatim, komandam mehnat turibdi. Nima demoqchiman do'stlar? Bu narsaga kelish oson bo'lmadi. To'g'ri. Mehnat bo'ldi. Qiyinchilik bo'ldi. Oddiy rayondan, Aravon degan rayondan chiqqan bir qiz qila olgan bo'lsa shu narsani, erisha olgan bo'lsa, sizlar ham erisha olasizlar. Ko'pchilik hozir ko'rib o'tirib ishonmayotgan bo'lishi mumkin. Men ham xuddi sizdek fikrlaganman. Muvaffaqiyatli insonlarni roliklarini ko'rib, videolarini ko'rib, havas qilib, shunaqa o'zimcha знаменитый bo'lib ketsam, o'zimcha intervyu beraman degan orzular ham bo'lganda, u hammasi bo'lgan. Ishonmaganman do'stlar. Men ham xuddi sizdek fikrlaganman. Это невозможно. Ya'ni bu holat men bilan bo'lmaydi degan shunaqa narsa bo'lgan. Do'stlar, agar shunaqa fikrda o'tirgan bo'lsangiz, xato fikrlayapsiz. Albatta siz bilan bo'ladi. Albatta siz erishasiz mana shunaqa narsaga. Sizni qo'lingizdan keladi. Siz ustozlaringiz ham yoningizda. Shuncha muvaffaqiyatli insonlar bormi mana shu sohada? Albatta keyingisi siz bo'lasiz. Chunki bu проверенный sistema, ya'ni уже tekshirib bo'lingan sistema va sistemaga yarasha prosta sizdan ozgina mehnat talab qilinadi xolos. Shu mehnatdan qochmasangiz bo'ldi. Qo'lingizdan keladi. Xavotir olmang. Gumoningiz bormi? Qo'rquvingiz bormi? Ishonchsizlik bormi? Bu norma. Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz aslida. Endi faqatgina mehnat qilish qoldi xolos. Hurmatli hamkorim, sen men bilan ishla, qo'lingni ber. Aytgan hamma narsamni bajar. Birgalikda mana shu narsaga men kela oldimmi, seni ham orzularingga albatta erishamiz. Faqat qo'lingni ber, tirishqoqlikni mahkam ushla, yelkama-yelka turib beradigan ustozing bor. Albatta seni ham shu narsaga erishtiraman.